Prezident qaroriga muvofiq chet elda ishlovchi fuqarolar soliq to'laydi. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin, tezkorlik bilan xabarlarimiz sizga yetib borishi uchun bir dona like va podpisatsiya tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. 2021-yilning 1-yanvardan boshlab mehnat migrantlari o'zini band qilgan fuqarolar sifatida ro'yxatga olinadi va belgilangan tartibda soliq to'laydi. Bu haqda Shavkat Mirziyoyev tomonidan joriy yilning 14-sentyabr kuni imzolangan xavfsiz, tartibli va qonuniy mehnat migratsiyasi tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qaroriga so'z boradi. 2021-yilning 1-yanvardan boshlab tashkillashtirilgan holda xorijda mehnat faoliyatini amalga oshirish, o'zini o'zi band qilgan shaxslar shug'ullanishi mumkin bo'lgan faoliyat turlariga tenglashtiriladi hamda ushbu shaxslarga o'zini o'zi band qilganlari uchun belgilangan soliqlarni to'lash hamda pensiya miqdorini hisoblash tartibi qo'llaniladi, deyiladi Prezident qarorida.